Uning so'nggi so'zlari: "Dada, yurakni ezadigan fojia." 16 dekabr kuni Moskva viloyatidagi maktabda dahshatli voqea yuz berdi. 15 yoshli o'smir odamlarga hujum qildi. Natijada 4-sinf o'quvchisi 10 yoshli Qobiljon Aliyev, Tojikiston fuqarosi halok bo'ldi. Bola otasiz ulg'aygan edi. Otasi 3 yil avval vafot etgan. Onasi maktabda farrosh bo'lib ishlaydi. Qobiljonning egizak akasi bor. Bir necha kundan keyin oilasi uni vatanga jo'natishni rejalashtirgan edi. Hujjatlarning muddati tugab borayotgan edi. Tojikiston TV bayonotiga ko'ra, ushbu voqea milliy adovat asosidagi jinoyat sifatida ko'rilmoqda. Rasmiylar xolis va to'liq tergov o'tkazilishini talab qilmoqda. Bu siyosat haqidagi hikoya emas, bu ulg'ayishga ulgurmagan bola haqida, eng azizidan ayrilgan ona haqida, so'nggi bo'lib aytilgan dada so'zi haqida. Izohlarda oilaga hamdardlik so'zlarini yozing, xabarni tarqating.